Faqat Jizzaxda birinchi qor yog'gani haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, siz Guli TV qisqa xabarlar kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bir dona like tugmasini bosib ketishni ham unutmang. Jizzax viloyatida birinchi qor yog'di deb xabar bermoqda UzMeteo Telegram kanali. 29-oktyabrga o'tar kechasi zamin tog'lari bilan o'ralgan Suffa qishlog'ida ko'p miqdorda yog'ingarchilik kuzatildi. Suffa dengiz sathidan 2,4 ming metr balandlikda joylashgan bo'lib, qishloqda qor ertalab ham yog'ishda davom etdi. Shunga qaramay, bugun tog'li hududlarda havo harorati o'rtacha 10-15 gradus atrofida bo'ladi. Avvalroq 28-oktyabr kuni sinoptiklar respublikaning tog'li hududlarida sovuq tushishi va yomg'irning qorga aylanishi haqida xabar bergan edi. Eslatib o'tamiz, joriy yilda qo'shni Qozog'istonda birinchi qor sentyabr oxirida yog'gan edi, deyiladi xabarda.